tarafidan maktabimizga 2 avtobus sovg'a etildi. Qadem bo'lsin balalarim, Xudoyim yaxshi o'qig'aysiz. Prezidentimizning o'shanday shariat yaratilgan yaxshi maktablarda balalarimizga taqdim etib turganina ming rahmat. Bizning maktabimiz juda ham chiroyli va ajoyib. Bizda hamma sharoitlar yaratilgan. Maktabimiz juda ham zamonaviy va qulay. Biz shu sharoitdan foydalangan holda yaxshi o'qishga harakat qilamiz. Yurtimizga foydasi tegadigan inson bo'lib yetishishga harakat qilamiz. Men Suyun va Ziyora, biz barcha o'quvchilar nomidan ushbu ta'lim maskanini bizga tuhfa etgan prezidentimizga o'zimizning eng samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu maktab bizga nafaqat ilm olish uchun, balki kelajakdagi o'z o'rnimizni topishimizga ishonch bag'ishlaydi.